palatasining kengaytirilgan majlisi o'tkazildi. Unda Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmanning 2010-yildagi faoliyati hisoboti tinglandi va qator qonun loyihalari muhokama etildi. O'zbekiston prezidenti yangi tashabbuslarining umumiy mazmun mohiyatidan kelib chiqqanda, o'tgan yil ombudsman uchun inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilish sohasidagi davlat siyosatini ro'yobga chiqarish bo'yicha o'z amaliy ishlarining strategiyasini tanlashda hal qiluvchi yil bo'ldi. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi parlament inson huquqlari bo'yicha vakilining ishiga yangi jo'shqinlik baxsh etdi. Mamlakatimizda demokratiyaning ushbu muhim instituti samaradorligini yanada oshirish yo'llarini belgilab berdi. Hujjat muhokamasi vaqtida barcha siyosiy partiyalar fraksiyalari va O'zbekiston ekologik harakatidan saylangan deputatlik guruhi vakillari o'z mulohazalarini bildirdilar. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi o'z dasturiga ko'ra tadbirkorlar va ishbilarmonlarning huquqlarini, joylardagi fermerlarning huquqlarini himoya qilishi belgilab qo'yilgan. Shu o'rinda bugun fraksiyamiz tomonidan bildirilgan fikrlar doirasida ombudsmanga biz yana bir shunday taklif bildirdikki, shu paytgacha fraksiya bilan, partiya bilan qilayotgan hamkorlik doirasini yanada kengaytirish. Mana murojaatlarning shu qariyb 20% joylardan, tadbirkorlardan va fermerlardan kelib tushadi. Mana shu masalalarni, ularning haq huquqini himoya qilishga qaratilgan yangi mexanizmlar qo'llash doirasida yil davomida prezidentimiz tashabbusi bilan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili e'lon qilingani munosabati bilan joylarda bir qator turkum tadbirlarni o'tkazish, ham markazda, ham joylarda. Mana shu tadbirlardan asosiy maqsad qaysi qonunga yana qanday o'zgartirish kiritish kerak, xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlaydigan, ularning huquq va manfaatlarini yanada kafolatini ta'minlaydigan qonunlarga qanaqa o'zgartirish kiritish masalasini kelishib olishga yana tavsiyalar berildi. Bugun mana shu muhokama doirasida avvalambor mana shu murojaatlarning tag zamini nima uchun mana shu joylardan haq huquqlarini himoya qilib mazkur ombudsman institutiga murojaatlar kelyapti. Shuni joylarda mukammalroq shug'ullanilsa, ariza va murojaatlarni kamaytirishda joylardagi mahalliy hokimiyat vakillarining ham mas'uliyatini yanada kuchaytirish kerak. Bularning mana shu hamkorlik aloqalarini kengaytirish borasida mazkur vakil bilan, shuningdek mana shu jarayonda mintaqaviy ombudsman o'sha vakillarining vakolatlarini yanada kengaytirish, bularning huquqiy bir tomonlarini ishlab chiqish, ya'ni qonunchilik tomonidan me'yoriy hujjatlarni yana bir takomillashtirish bo'yicha deputatlar o'z fikr va mulohazalarini bildirdilar. Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari esa ombudsman instituti vakillari hisobot davrida qonun loyihalari inson huquqlari sohasidagi xalqaro standartlarga qay darajada muvofiqligini o'rganish borasidagi huquqiy ekspertizada faol qatnashganliklarini ta'kidladilar. Ombudsman 25 ta qonun loyihasi bo'yicha takliflar taqdim etgan. Shuningdek, mamlakatimiz mintaqalarida inson huquqlariga rioya etilishga bag'ishlangan nazorat tahlil faoliyatida qatnashdi. Ombudsmanning o'sha bizga taqdim etilgan hisoboti ancha takomillashgan. Ya'ni bu o'sha turli yo'nalishlarda hisobotni ko'rsatish tarzida, ilovalarda o'sha jadvallarning takomillashganligi yoki bo'lmasam hisobotda berilayotgan ma'lumotlarning keng qamrovli ekanligi, sohalarga ixtisoslashganligi bilan o'z ahamiyatiga molikdir. Ombudsmanning hisobotini fraksiyamizda ko'rib chiqqanimizda biz o'z takliflarimizni o'sha fraksiyamiz tomonidan berildi. Ya'ni o'sha joylardagi ombudsmanning mintaqaviy vakillari bor. Barcha viloyatlarda mintaqaviy vakillarning faoliyatini bir xil darajaga olib chiqishga erishish kerak. Chunki ba'zi bir viloyatlarda mintaqaviy vakil juda yaxshi faoliyat yuritadi, ba'zi birlarda esa qoniqarli darajada emas. Mana shundan kelib chiqib turli viloyatlardan saylangan deputatlarimiz o'sha o'zlarining viloyatlaridagi saylovchilari bilan o'zlarining okruglaridagi saylovchilardan olgan fikrlariga ko'ra ombudsmanga mana shu fikrlarni bayon qildik. Muhokama vaqtida bildirilgan mulohazalarni hisobga olgan holda Qonunchilik palatasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi inson huquqlari vakilining 2010-yildagi faoliyati to'g'risidagi hisobotni ma'qullab, tegishli qaror qabul qildi. Deputatlar shuningdek, tergov hibsxonalari va vaqtincha saqlash hibsxonalari faoliyatining huquqiy asoslarini shakllantirishga, qamoqda saqlanayotgan shaxslarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga, milliy qonun hujjatlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirishga qaratilgan jinoyat ishini yuritish chog'ida qamoqda saqlash to'g'risidagi hamda mazkur qonun qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihalarini muhokama qildilar. Ushbu hujjatlarni yanada takomillashtirishga qaratilgan fikr mulohazalarini inobatga olgan holda
Deputatlar ularni konseptual jihatdan ma'qullab, birinchi o'qishda qabul qildilar. Shu bilan Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi o'z ishini yakunladi. Advokatura tizimining takomillashuvi sud-huquq islohotlarining tarkibiy qismi sifatida Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi tomonidan o'tkazilgan anjuman ana shu mavzuga bag'ishlandi. Davra suhbatida qonun ijodkorlari, huquqni muhofaza qilish idoralari vakillari davlatimiz rahbarining Oliy Majlis palatalari qo'shma yig'ilishidagi ma'ruzasida belgilab berilgan ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratdilar. Ma'lumki, konsepsiyada prokuror va advokatning tengligini, jinoyat va fuqarolik ishlari bo'yicha sud faoliyatining barcha bosqichlarida o'zaro tortishuv bo'lishini ta'minlashga, odil sudlovning sifati va tezkorligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar izchilligi aniq belgilab berilgan. Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasida advokatura institutini yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonining qabul qilinishi sud-huquq tizimini liberallashtirishda muhim ahamiyat kasb etganini anjuman ishtirokchilari o'z ma'ruzalarida asoslab o'tdilar. Mazkur farmonga ko'ra 14 ta qonunlarimizga qo'shimcha o'zgartishlar kiritildi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi advokatura to'g'risidagi qonuniga, Jinoyat protsessual kodeksiga, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga va boshqa demak bizning qonun hujjatlarimizga tegishli qo'shimcha o'zgartishlar kiritildi. Bundan ko'zlangan maqsad demak shu inson huquqlarini himoya qilishda hamda sud ishlarini ko'rilishda demak bizda konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan malakali yuridik himoyadan foydalanish huquqini ta'minlashga qaratildi. Ta'kidlanganidek, sud ishini yuritishning har qanday bosqichida malakali yuridik yordam olish huquqini mustahkamlaydigan konstitutsiyaviy me'yorlarni amalga oshirish, advokaturaning tashkiliy mustaqilligini ta'minlash, uni yuqori malakali kadrlar bilan to'ldirish orqali inson huquqlarini himoya qilish mexanizmini kuchaytirish maqsadini o'z ichiga olgan ushbu farmon tegishli davlat organlari oldiga advokatura institutini yanada takomillashtirish vazifasini yukladi. Anjuman ishtirokchilari ham mazkur institutni qo'llab-quvvatlash, bu borada mavjud qonunchilikni aholiga kengroq yetkazish masalalarini o'rtaga tashladilar. Fraksiyamiz tomonidan uzluksiz ravishda advokatura va boshqa sud-huquq organlari bilan hamkorlikda turli xil mana shunday tadbirlar, targ'ibot tashviqot tadbirlari,